Homiladorlik davridagi normal og'riqlar. Birinchidan, qorin pastidagi simillovchi va tez o'tib ketuvchi og'riqlar birinchi yoki ikkinchi trimestrlarda kuzatilishi mumkin. Ikkinchi og'riqlarimiz bu beldagi og'riqlar. Bu beldagi og'riqlar asosan homila kattalashib borgan sari va ayolda tana vazni oshib borgan sari hamma yuklama bel sohasiga tushadi va shuni hisobiga odatda beldagi og'riqlar, yengil og'riqlar bular norma hisoblanishi mumkin. Uchinchi bo'ladigan og'riqlar bular ko'krakning taranglashishi va og'rishi. 9 oy davomida homilador ayolda emizishga tayyorgarlik bo'lganligi sababli ko'krakni kattalashishi yoki taranglash holatlari va og'riqli holatlar bo'lishi mumkin. To'rtinchi og'riqlar bu boshdagi biroz tez o'tib ketadigan og'riqlar. Odatda bunday og'riqlar vaqtida ovqat yemaslik yoki ko'p suyuqlik ichmaslik yoki har xil gormonal o'zgarishlar hisobiga bo'lishi mumkin. Yanada ko'proq ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'ling.